ana shunday videoga olib yuraman. Like bosib boringlar, like. Endi u tomoniga chiqamiz. Bet bo'ldi. Ko'p aylanvordik betdi. Yo'q, ichkariga ham kiramiz ekan hali. Bular oyoq yechish kerak ekan. Kirmayman. Shuni ko'rsatib beraman sizlarga. Mana bek. Endi kirib yo'ray. Qotib qolyapti. Hammasi imkartadan ishlatib ko'rdim. Hozir Yoselda turibdi. Yosel 5G chiqyapti. Baribir qotyapti. Assalomu alaykum barchaga. Alaykum assalom. Abror aka, qalaysiz aka? Ishlar yaxshimi? Tuzukmisiz? Abror aka, Samarqandga kelgandim tog'am bilan. Ertaga qaytamiz, xudo xohlasa. Hozir svetlar yoqsa chiroyli bo'lib qoladi. Mana. Tillakori madrasasi ekan hozir biz kirgan joy. Tillakori madrasasi 46-60-yillarda Samarqand shahar hokimi Bahodir qurilgan. Bozjon, o'zingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat aka. Xudoga shukr. Odam kamayib qolibdi. Qaysarchi? Shahboz aka, uydagilar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Bildim safardaligingizga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Alaykum assalom. Yalan go'sht Bahodir yaxshi sayyorda bo'lgan. Kinoyisi ham bor. Ko'ring, yaxshi ishlangan. Ominaxon o'g'ilchingiz katta bo'lishyaptimi? Rahmat, katta bo'lyapti. Rahmat. O'zingizni tanishtirib yuboring. Eslay olmadim sizni. Qachon ko'rsatasiz bolajonlaringiz? Hozir Samarqanddaman-da. Samarqanddaman. Xo'p, Ulug'bek madrasasi ekan. Samarqanddan ertaga boramiz. Uyga, xudo xohlasa. O'zim ham sog'inib ketdim. Juma kuni kelgan edim. Juma bir hafta bo'ladi. Xitoyliklarmi, yaponliklarmi rosa bosibdi. Mana men aytdim, hujrada nima bor ekan? Bozorcha. Ro'para keng ekan. Anchadan beri Samarqandda yuribsiz-a? Bir haftacha bo'lib qoldi aka.
Xudo xohlasa. Kun hali yorug' ekanmi? Samarqandda, Andijonda kech bo'lib ketdi. Ha, jinday farq qiladi baribir. Bitta. Qotib qolyapti. Qo'qonda ham qorong'i tushdi. Ismlari Charos ekan. Yangi bozorlik bo'lsa kerak. Topdimmi? Xo'p, Abu Ali ibn Sino tip qonunlari 10, 15, 16-asr nusxasi. Chari muqova qog'oz. Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti, Toshkent. Bu asar Yevropa va islom dunyosida ilk yangi davrgacha tibbiyot darsligi sifatida o'qitilib kelgan mashhur ilmiy qo'llanmadir. Shu ekan. Vay. Bunisi ham shekilli-da. Monitor bor ekan. Qotmayaptimi chiqib? Yo, ayam kelmadilar. Ayam martda ko'chaga chiqaman deyishdi. Kengaygan gardishli patnis. Mana u ekan. Bunisi tutqichli oftoba. Misaka. Bu gradus kerak ekanda, demak, nechadir gradusda turish kerak ekan. Xudo. Xo'p, qalamdon va siyohdon. Keyin qalam ekan. 20-asr. Bunisi 19-asr ekan. Oftoba 19-asrmi? Bu ham Muttassar al-Buxoriy mavludi. Главный sizlar aytadigan boyagi resurslar. Nima bor ekan etdi? Bitta hujra ekanda. Shahboz yaxshimisiz? Qayerda? Safarda, mahalladan san'atga kezman. Samarqanddaman, Registondaman aka. Tuzuymisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Oyna. Al-Qushchi risola dar ilmiy haya astronomiya ilmi haqida. Astronomiya ekan. Ustrulop ekan. Mana unisi. Bunisi-chi. Mirzo Ulug'bek Ziji Jadidi Kuragoni forscha nomi. Tarixni bilmasang shu-da.
Mana shunaqa kitob bor edi bizda. Yangicha edi u. Zafarnoma ekan bu. Zafarnoma muallif Sharafiddin Ali Yazdi. Amir Temur hayoti va harbiy yurishlariga bag'ishlangan tarixiy asar. Abroyxon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti Toshkentda berilibdi. Nisholda qilingan ekan. Shuni kattasida nisholda qilinadi-yu. Qorong'i tushmasdan ko'chalarda ham avvalo. Ko'chalar ham ona nima bo'ladi hozir? Yorug' bo'ladi. Ish xomam bo'lyapti ama. Qachon qaytasiz endi? Ertaga qaytamiz, xudo xolasa. Ertaga yo'lga chiqamiz. Dono qizimni, ayamni, ballarimni sog'indim. Shuning uchun oxiri ketamizmi degandim tog'amga. Maksim kimsan debdi. Maksim. Ismim Shahboz, Maksim. Ketgan. Qayerdasan? O'zim Qo'qonliman. Yoshim 36 da. Hozir Samarqanddaman, Registondaman. Registonda aylanib yuribman mana. Ko'rmaganlarga ko'rsatib, bilmaganlarga bildirib. Xudoga shukr. Nima qilyapsan? O'ynab yuribman. Al-Buxoriga bordim. Al-Buxori Berkakani ochilmabdi. Mana haligi Polshatdamisan? Hop, добрый вечер, красавчик. Добрый вечер. Xayrli kech. Как dela, brat? Нормально, как у тебя? O'ynab yurmay. Ha, bumi? Abror aka, bu buni aylanadi. O'zingiz mana bu yerda turasiz. Keyin mana bunaqa video bo'ladi. Mana. Ana shuni aylanib videoga oladi. Abror aka. Qirq sekund olishar ekan, shu yerda turib, 40 sekund 100 ming ekan. Keyin birovlar montaj ham qilib bersangiz kerak, a? Turkami? Turkami? Turkiya olib berasizmi birovlar? Videoni formati Turkiya bo'ladimi? Ha. Turkiya olib berishadi. Shunaqa. Mana nima Желаю вам удачи. Вам тоже удачи, Madonna. Вы откуда? Salomon. Fariza. Salomon. Menimcha assalomu alaykum deyishdi. Mana turistlar kelyapti yana. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 2K bormikan? Bor, 2K ham bor. Turkiya bo'lgandan keyin 2K bor, 5K ham bor. Chunki mana o'zimda ham shundan. Mana. Shundan. Hozir olyapti menimcha. Olyapti ekan mana. 15 minut bo'libdi.
63% zaryadi bor ekan hali. Qolaversin, kanalga qo'yib qo'yamiz. Ana svetlar yonyapti. O Samarqand deb ashlayaptilar. Lak bosibdilar. O, какой город, красавый. Chiroyli shahar Samarqand. 8 yo'q ama 8 ola olmaydi. Bu O'zbekiston, to'g'ri, O'zbekiston. Fariza Metiskami? Bilmadim. Botir Umarov, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Moy papa из Samarqanda. O, Abror salom. Nimaga borgansan, ey? Tog'amlarga, xolamlarga kelganman, Maksim. Manovi sariq beroq ko'tarib olgan, buni orqasida dum bo'lib, ana nimalar yuradi. Nima edi? Turistlar. Boshqasida boshqacha bo'ladi, shundan ajratib oladi. Buni o'zi aylantirib yurar ekan. Git deydimi? Git. Men Shomda harakatini qilishim kerak o'zi. Shom bo'ldi. Katta masjid bor ekan. Ha, men Metiska. Ha, men shu yerda Registon. Abror aka, sizda nima bor? Model bor, model. Fariza, shu kanalga obuna bo'l. Deyishibdi. Sherdor Ulug'bek Tillaqori madrasalari. Gap yo'q. Mahfuza Xolmurodova mana. Mana ro'parada. Mana chap tomonimda. Hozir svetlar yonsa yana ham chiroyli bo'ladi. Minitlar yondi svetlarni. Xo'p, hojona yaxshilar. Yaxshilar aka. Ayam kelishmadi, uydalar. Men podpisam, obuna bo'lishgan ekan. Abror aka. Fariza unaqa demaydi. Fariza yomon so'z u. Odamni haqorat qilish bilan bir xil bo'lyapti. Uni adimi. Endi bir yarim soatga efirda o'chirib turaman. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Shom bo'ldi, shom. Assalomu alaykum. Samurgut. Va alaykum assalom. Ha, Shahbozjon, bu Farizani taniyman. O'zi shunaqa o'zbekcha ruscha aralashtirib gapiradi. Shunaqa hazillashamiz o'zi u bilan. Ha, bo'ldi. Tushundim. Xo'p, Ulug'bek madrasasi Ulug'bek tomonidan qurdirilgan Tillaqori Sherdor madrasalari Samarqand hokimi Bahodir Yalangtush qurdirgan. To'ppa-to'g'ri. Hozir o'sha yerlarda borib o'qitib qo'ydim. O'zim ham shu bahona o'qib oldim. To'g'ri aytyapsiz, Mahfuza opa. Ekranga tok lak bosamiz deyishibdi. Rahmat Abror. Lakni eslatib qo'ydilar-mi? Uni nimalar oldiga boramiz.
Mayli, efirga omad. Rahmat. Registonni ma'nosi qumli joy degan ma'no bildiradi. Rahmat apa. Haqiqatdan O'zbekiston jannat makon, vatanda nima deysizlar, to'ppa to'g'ri. Bu svetlari yondi endi ana. Ketganimda yondi. Hozir qaytaman baribir. Mirzo Ulug'bek Amir Temur nabirasi. Qushlarning ovozini qaranglar. Boshqacha atmosfera. Hop. Nobada joy namozingiz yo'qmi? Birontalarda yo'qmi? Yo'q. Masjid yaqinmi yo uzoq? Shu to'g'ridami? Aqdan boraman, ha? Ha, bu yerdan borsammi? Ha, rahmat. Ha, neta Islom Karimovning haykali bor. Mana bu yerda. Yana qaytamiz. Poyezdda ketdingizmi aka? Yo'q, Qibol nima bilan keldim? Tog'am bilan keldim. Mayli Shahboz aka, charchamang. Salom ayting Xojonaga, rahmat. Ayam uydalar, hali gaplashaman. Salom aytaman. Registonni ko'rsating. Xo'p, Xulkar Xoliqova, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xayrli kech barchaga. Qayting Mahfuza. Shom o'qishim kerak. O netda masjid bor ekan. Ana sotuvchidan mikrofonni o'chirib turib joy namoz so'radim. Yo'q dedi, ammo masjid bor shu tomonda. Dedi, o'sha yoqqa qarab ketyapman. Shom o'qib olay, keyin yana boshqatdan efir qilamiz, xudo xolasa. Xo'p. Qandaysiz aka? Yaxshi, rahmat. 11-chilar ketdi. Samarqanddan, Urgutdan. सीधे हॉस्टल वाले फायदा भी था भाई हां सोने बाबा या मैं फिर नंबर आऊं अगर साथ मेरा Efir qotib qolyapti. Xo'p, orasi hangi o'lka? Assalomu alaykum Turkiyaga. Ve еще в эфир, да, потом keyin efir qilaman. Namoz o'qib kafting. Nechida ekan shom bizda o'qib bo'ldik. Bu yerda rasmga oldim. Bilmayman, esla olmayman. 15 ta kam damidi ekan. Nechiyamida. Mana hozir bitta qotsa ham bitta kirib ko'radi. Yarimda ekan, yarim. Qibol. Yarim ekan. Bo'pti, endi o'chirdim. Kelib qoldim. Yana efir qilaman, gaplashamiz.